Bizneslarning 80% aynan shu 3 ta xato tufayli bilmasdan ziyonga ishlayotgan bo'ladi. Eng yomoni, ular buni moliyaviy tekshiruv o'tkazishmaguncha sezmasliklari mumkin. Bu xatolarni bilib oling, toki sizda ham shunday bo'lmasin. Birinchi xato: soxta foyda. Ko'pchilik tadbirkorlar tovarning aslida qanchaga tushayotganini aniq bilishmaydi. Logistika, soliqlar yoki kutilmagan xarajatlar hisobga olinmagach, foyda qilyapman deb o'ylangan har bir sotuv aslida biznesni minusga tortayotgan bo'ladi. Marja aniq bo'lmasa, savdo ko'pligidan foyda yo'q. Shuning uchun tovarlarni tannarxini aniqlash eng asosiysidir. Ikkinchi xato: kassa nazoratsiz qolishi. Savdo zo'r, hamma xursand, lekin kassada pul yo'q. Chunki cash flow, ya'ni pul oqimi nazorat qilinmaydi. Natijada kassa yorig'i yuzaga keladi va biznes eng kerakli pallada to'xtab qoladi. Hattoki biznesdagi xarajatlar ham nazoratsiz qoladi. Kassadagi har bir kirim va chiqim nazorat qilinishi kerak. Uchinchi xato: muzlab qolgan pul. Ko'p biznes egalari sotsam bo'ldi deb tovarni nasiyaga berib yuboradi. Natijada pulingiz o'zingizda emas, birovning cho'ntagida turgan bo'ladi. Bu oborotni sekinlashtiradi va biznesni sekin-asta qulashiga sabab bo'ladi. Har bir qarzdorlik uchun muddat qo'ying va buni nazorat qiling. Agar bu barcha jarayonlarni raqamlashtirsangiz, biznesingizni xuddi navigatordek aniq ko'ra boshlaysiz va har bir so'mingizni nazorat qilasiz. Sizning biznesingizda ham shu 3 ta muammodan biri bormi? Izohlarda yozib qoldiring va bu videoni biznesi bor tanishlaringizga yuboring va ularni ziyondan qutqaring.